Mana bu Toshkent teleminorasi. Nega Sovet Ittifoqiga bunday 375 metrlik katta gigantni qurish kerak bo'lgan? Nega Sovet Ittifoqiga shuncha xarajat sarflash kerak bo'lganmi? Yo'q albatta. Ayniqsa 1966-yildagi Toshkentdagi kuchli zilziladan so'ng Toshkent qayta qurilishdan chiqayotgan edi. Toshkent metropoliteni va Toshkent teleminorasi bu ro'yxatda eng ko'p millionlab rubl sarflanadigan proyekt sifatida baholangan. Millionlab Tasavvur qiling, siz uyda o'tiribsiz, televizor ko'rmoqchisiz va pultni oldingiz. Birinchi kanalga olyapsiz, Brejnev. Ikkinchi kanalga olyapsiz, yana Brejnev. Uchinchi kanalga olsangiz, yana Brejnev. Va nihoyat 4-kanalga olmoqchi bo'lsangiz, bir KGB agenti chiqadi degan birinchi va ikkinchi kanalga olishingizni so'raydi. Mana bu propaganda. Siz televideniyada ko'radigan yagona narsa bu SSRning propagandasi hisoblangan. Sovet Ittifoqi bu narsani juda yaxshi bilgan. Kim axborotni boshqarsa, u jamoatchilik fikrini sun'iy ravishda shakllantira olgan. Ba'zida eng kuchli qurol bomba emas, axborot bo'ladi. Mana shunday axborotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.